Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana kommentariyada ko'p akalarimiz, opalarimiz so'rashdi sexdan video qilinglar deb. Quyilayotgan joyidan, quyilganlaridan deb. Ko'rishinglar mumkin har doimgidek 90 ga 120 kalori ishlaymiz mana. Xudo xolasa tagi mo'l, qurug'i bormi deb so'rayotganlarga. Bu yoqlarda qopqoqlar quyilgan mana. Ko'rishinglar mumkin. Mana akalar. Qopqoqlar qurgan qopqoqlar. Mana bu joyga mana quyilib dimlab qo'yganmiz salafalarni. Ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa mana akalar, tagi mo'l bu yog'i. Inshaalloh har doimgidek akalar. Nomerlar qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Yerda xizmatidamiz. Hammom, oshxona, hojatxona, quvurlar, ko'priklarga ham tashlayapmiz akalar. Sifatiga mana bunaqa yarimtalik kaloriylarimiz ham bor. Bular endi ko'proq qo'yayotgan joyimiz suv chiqib qolgan joylarga qo'yiladi bularni. Mana bu yangi quyilganlar mana. Bular eskilari o'zi. Qurtib tashlanaveradi. Mana akalar. Mana kaloriylarimiz. Ko'rishinglar mumkin.